iş küçük, yabım kuş bakkan bolsam, haykırdap boğaça, ay ilgi için itilip giditti. Toqib bakkan bolsam, bucaq ishlatib to'qiblar o'qiydi. Voy, bera xitim namsa. Yazib chiroq bo'lsa, degan boshqacha. Kunda shunday qo'y ko'zingizga ishda ko'rinib qolibdi. Bu do'stlarimning hammasi o'ynaga yurib. Biz bu o'ynab keldik. Azroq qilamiz ishni tugatib olsam, Ashonxayga, Gonjuga berib yiqilib kelsak puldiga boshqa tushunmagan ekan. Mushtayalaringizni degan dedik. Voy adash. Na. O, mo'shta tez bir yosh kirib bo'ldimi? Bizning keynimizni to'y qilding-ku deyman ha. Ha, ma'qul adash bo'ldi barma. Elyaska. Abbalning bir yosh to'lgan kuniga bizni chaqiribdi. Ha, bo'pti-ku. Voy, ajab bir telefon bilan chirog'im sutilib ketdi-ku. Tutilmay qanday qildi? Ha? Ma biz öy tutqulimi 5-6 yil bo'lib qoldi. Balimiz olganmasmi? Yeslik bo'lsin, bera o'qiydi. Quruq o'yin ikkimiz bir-birimizga haykalda qarab o'tirib, balam o'qamas, balam o'ynab yura o'qiydi menma. Berib tekshirtilaysa unmaydi ekansiz. Chataq mendil emasga, o'zingizni azroq ko'rib qo'yamsiz ki, acaba mening balliq bog'im yo'qmikan? Voy, men quruq yaqaman, ay. Teshik chiqsam, ha, adash, yaxshi turatam sizlar deb, pul, mashina, boshqa narasini zo'rmay, balangni qancha shikir deb adam texim chandırib. To'qib oqqan bo'lsam, bucaq ishlatib to'qiblar o'qiydi. Voy, o'zingiz qo'yib etib, tug'digan xotin elansam, yo qo'yib etmaysiz. Tekshirtayli desam, yo unmaydi ekansiz, erkakligingiz kelib. Jab bir to'ydi menmo. Kamchi bo'la adash. Ha, dapasmi yerda. Voy, bera xitim namsa. Yil deyishim nima bilan? Voy, sen kelib qolsan burada. Qanday ahvoling yaxshimi? Nima bu chiroying o'sroq chiroy bo'lib ketdi? Bu ranlik suv ichsam say bunlar ichmaydi. Bu ranglik suv emas bilan bu parvarning qoq suvi. 7 xil qoqni qaynatib 3 soat ishlangan. Ichishgan bilan bu. Ko'nam qolibdimi? Ha, bildi. O'tir. Yaxshimidi? Yaxshi bilan yaxshi. Kiran o'tirganda. Nima xafalık bilan bu? He dada, ma öy tutoq qilay, 6 yil bo'lib qoldi ya. Ma bog'chaga chiqsam, ma haq bolalar itlar, ma havasib qoldi ekanman. Men bu o'g'avalg'i, balam bo'sh xatama. Ma gaqsam ma'qul xatamlaylang deb, bu öy tutish, to'y qilish degan shu farzand qoldirish uchun qilamiz-ku. Balali qulab nima ish qilsa? Qiziqqa qolding-ku sen, shu avlod qoldiramiz deb. Avlodni manchilik qoldirasa, necha aka, necha singling bor sening shundami? Ma dadangning qachon tug'ilgan kuni, dadang nimani yaxshi ko'rdi, nimaga o'ch? Ma dadang nim bo'ladsa, ertaga dadalar bayram borkan ko'ngling nimani tortidi? G'aribani bir kapida qolgandan, shu kapiga berib bir dadamni bir qitim bos yo'qlamasam, ma telefon qilib dada, ahvoling nereden nergicha yashinib qoldi? Mush vaqtchi balam kalam deb tirishyapsa, biz nima kerak sana? Turmush qilib qo'yding, uy yapmading. Bizni nimani qalaysa, puling og'riyotamdi. Mijozing bormi yo'q? Doktorxonaga olib bir tekshirtaymi? Deydigan gapni sen qilib baqdingmi? Manda vafosiz bolalarni baqishga qara. Agarchi men ayni vaqtda shundaligini bilgan bo'lsam, 6-8 bolaga ta hozirgacha mush ishimgacha medika olmayman. Onangni deb butun dunyoni sayohat qilib yuraydim. Seningdek vafosiz 6-7 bolani qara. Hozirgacha haqsiz medika olib tirishib baqqandan, ish kuchuk, yabim qush baqqan bo'lsam, haykildab bo'g'acha ay ilgi uchun itilib ketdi. Ja akıllaringga, singillaringga ochang bir qitim. Dada, holing nereden nergicha, ahvoling qandaroq? Hech oyam bayramladimi bir qitim salom yo'q. Ya mening tug'ilgan kunim qachon? Qanday tamoqni yaxshi ko'rganligimni asla bir zin uqmaysan. Dadang bo'lsa, ojizdan bo'lsa, dada, ya mashina olay degandim, ya uy olib qo'yay degandim, azroq biznasam kamlayotdi deb faqat julishni, g'ajashdan boshqa narsani uqmaysan. Acayip farzandlarni ko'rdimki, ko'zlarimdan taramlab yosh chiqib ketdi. Dada, ona deb qolsa, 40 ming yerdan to'kilib, onasi uchun, dadasi uchun o'zining butun topqinini berib, yaxshisini ota-onasiga yegizib, nacharni o'zini yeyotgan farzandlarimiz amikam emaskin. Sana o'xshash farzandlar nima ish qildi desa, faqat to'y qilib bo'lgandan keyin turmushim, hayotim, xotnim deb o'tayotgan farzandlarga bolaning nima kerak? Ha? Senda faqat bolaning nima kerak? Bola topsa mana meningchilik bo'lar. Menchilik qila. Menchilik medikachilik qila. 50 necha yil ya medikachilik qilyapman. Men bolamdan nimani kutdim? Dada, ahvoling nimani kutdim? Kechini kunduz bo'lib ishlayotsa, jinim dada,
Bizning bola o'lab, sana bir yaxshi qarayapmabdiq deb bir qitim afu so'rashni yak bo'lmay qolib qolsa, bir xo'sh qilishni qushmaysan. Balla qo'lab nima ish qilsa, ha? Mushunda vafosizlik qilayotgan davrda nima qilasiz Baltepa? Vafosiz bolalarni beqib cho'ng qilish ota-onaninki eng pushaymini va hasrati. Ota-onasini qadrlamay, ota-onasini sağolshash, xaf qilib farzandlarga ko'p ichidan qilib, mush filmni bulun pichqaqish taqib qo'yinglar. Ota-ona ketgandan keyin, voy anam, voy dadam desa, herkes o'rnak kelmaydi.